Bo'ylari mana 1.65 plus ekan, 1.68 deyapti egasi. 45 million kami bor deyapti. 3-qoringa qisir ekan. Savdosi bo'lib turibdi mana. Necha pul qilyapti aka? 32 million. Savdosi bo'lyapti ekan. 45 million kam. Biri 68. Oyini molni yeganda ekan. Mol eganda haqiqiy. Malades. Qo'ydirish ham bor. 32 million qilyapti ekan. Bergan yo'q ekan. Chirilmay qolibdi. Ha, shunaqa. Tepasidan ham o'tdi. Ola, sonra neç pul soruyorsunuz? Katta aka. 36 million qilyapti, ana bergan yo'q. Bolasi nima ekan? Uni bo'laveradi, zo'r. Birinchi qoringa? Birinchisi hali kurak yo'q bizga. Malades, zo'r. 36 so'rayaptimi? Nech pul so'rayapsiz o'zingiz? O'zingiz. Siz ham dadangiz bilan gaplashyapsiz. 36 millionga berilgani yo'q mana. Birinchi qoringa bola o'nadi. Tutamlari mana katta zo'r ekan. Shitmi bo'g'ozni olib keling. $36 milyon 200 mingga berilmadi. Bittasi kelibchi 129 Molam yaxshi ekan. Yangi tayyor dehqoningiz. Hol 200 beralasizmi? 36 milyon 200 mingga chiqdi narxi, 37 millionga beramiz deb turibdi. Egalar. Nech pul ekan aka bu? Beraverasiz. Nech pul? Nech pul berasiz? Berganingizga beraveraman. Ko'ngildan chiqarib beravering, beraveradi. Keyin. Insof bilan so'rang ham. Nech pul? Ayting. Ha, 8 ta. Ha, bosgan yo'q. Ha, bosgan yo'q. Bola? Bola xonajin. Nech pul so'rayapsiz? Endi bilmayman nech pul Ayting deyishdi ham. Bozor 36 qilyapti. Ha. Hali savdosi bo'lgan yo'q. Yo'q, 36 qilyapti. Yo'q, buni savdo qilgan yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 32 million berdi. 32 million zo'r. Nechta suti bor, olib ko'rdingizmi? 8 taga beraveramiz. 10 ta 15 tanalik yolg'on gapirish kerak yo'q o'zi. To'ppa-to'g'ri ekan. Bo'ylari 1.15. Ben o'zimizga qarashlikda bir mard bo'lib so'raverardim. Mardroq aytdim, qani eshitdikchi bunda nima? Sog'ib ko'rvang. Yaxshi aka, zo'r. Bolasi nima dedingiz? Bolasi 10-chi ekan. 8 litr suti bor deyapti. Billamizlar ekanlar. Bilamiz. Yurtbachi. Shunaqa. Qorani egasi yo'q-ku. Qorani egasi. Aka, nech pul ekan bu? 30 bor. Nechinchi qoringa? Ikkinchisi mana shu bo'ladi. Ikkinchisi. Nech litr suti bor? 8 1.15 1.20 fil 1.20 1.15 fil. Bo'ylar. Bolasi nima? 30 million aytyapti mana. Bolasini ovozcha 8 litr suti bor.
Nechi pul aka? Sizimiz 40 million deyapmiz aka. bolasini o'g'izcha. Yo'q, uni. 10 ajin. Nechinchi qorin? Ikkinchisi. Ikkinchi qoringa 40 million aytilyapti. Bolasi 10 ajincha. Savob ko'rdingizmi aka? Savob ko'rdingizmi? Necha litr suti bor ekan? 15 ta aka. 15 ta suti bor deyapti. Nechi pul ekan aka? Kim? Alishermi? Alisher. Bular siz ham katta chora bo'lib ketdingiz, nomusda chiqarib, Shohru. Deyapsizlar, charchamasdan yurgizyapsizmi? Nechinchi qoringa bu? 3-chiga? Fermer bo'lib ketdingiz, a? Nima yangilik olamda? Bolasi nima? 10 ajin? Sog'ib ichib ko'rdingizmi? 20 ta tushga bor. Necha litr sut beryapti? 15 ta. 15 litr suti bor ekan. Necha pul aytyapsiz, Alisher? 60 million kam bor. Bozor qildimi? Bozor so'radimi? Qancha? 51 million so'rayapti mana. 3-qoringa. Bolasi 10 ajin ekan, ha. Mollar yaxshi, zo'r. Bular shu vaqtda olmay qo'ydi, hali. Trendga chiqarib qo'ydi. Mana Shohruh, katta Qozog'istonda ustalar. Haligini omadingiz ketdi aslında. Ha, eshitdim uni. Qo'rg'onchada reklama bo'lib ketgan ekan rasa. Acharaga tilib. Necha oylik ekan aka bu? 9 oylik. Nechinchi qoringa? 3 qorin. Necha pul so'rayapsiz? 28. 9 oylik 3-qoringa 28 million so'rayapti. Necha oylik ekan aka? 7 oylik. Nechinchi qoringa? 2-qoringa. 7 oylik 2-qoringa. Necha pul so'rayapsiz? 55 million kami bor dedi ekan. Buylari 1.25 plyus. Nechinchi qoring aka? 300siga. 3-siga necha oylik? Tayyor 20 kun bor. 3-qoringa. Kunliga qolibdi, oyliga. Necha pul so'rayapsiz? 50 million so'rayapti. 50 million so'rayapti. Xayri bor. Kami bor. Mol yaxshi, zo'r mol ekan. Bu necha oylik ekan aka? 7 oylik. Necha? 7 oylik edi. 10 taga bor. Ha, yetuk, ha. Nechinchi qoringa? 1-qoringa. Necha pul so'rayapsiz? 60 million. Yetuk. 1-qoringa 60 million narx aytilyapti. Bunisi necha pul ekan? Boshliq tuzumisiz, charchamasiz. Necha pul so'rayapsiz? 38 million deyapsiz, jinniki kami bor. Nechinchi qorin? 3-qonida. 3-qorinida 38 million kami bor. Et boshi zo'r. Savdo to'g'ri qilaverasiz. Bizda qanchalik? Bermaganingiz bo'ldimi boshliq? Yo'q, endi keldik o'zi. Ha, endi ketdi mana. 38 million dedingizmi? 38 million kami bor. Necha oylik dedingiz? Necha oylik dedingiz? 9 oyga yaqin aka. 9 oyga yaqin, 8 oydan o'tgan deyapti. Mol zo'r ekan. Mana Gap yo'q. Yeyish aytib turibdi. Mo'ljal endi Et topolmaysiz. aytib turibdi. 38 ga. Bo'ras bozor. Nomer qo'yamizmi sotilmasa kanalga? Yo'q, men sotaman, dehqon. Ha, dehqonchilik sotadi ketadi, vali. Necha oylik ekan aka bu? Tayyor aka. Tayyor, bormang endi. O'zingizsiz. Nechinchi qoringa?
Necha pul so'rayapsiz? Tayyorida mana yetuk bo'g'ozidan. Ikkinchi qoringami? Ikkinchi qoringa 35 million so'rayapsiz. Mana birinchi qoringa ertangilaridan. Kuragi ham yo'q, qochib qo'ygan. Yetuk tayyoridan. Necha pul so'rayapsiz, tog'a? 33 million kami bor. Kurak chiqargan yo'q. O'ta kelishgan mol ekan, chiroyli. Shoxlari kuydirilgan. O'zi to'qalmi? Zavatskoy. Rossiyskiy parodas. 8 oyga borib qoldi. 8 oyga borib qolibdi. Yana 1 oylik 20 kunda tug'ib qolsa kerak. Aka necha oylik ekan bu? 8 oyga to'lmagan o'tgan bo'lsa kerak. Necha pul so'rayapsiz? 35 million. 35 million. Nechinchi qoringa? Birinchisi. Birinchi qoringa 35 million. 8 oydan o'tgan bo'lsa kerak deyapti. 10 kun 20 kunligi bu. Bunisi necha pul? Bekalasi ham birinchi. Bekalasi ham birinchi. Birdaniga qo'yishgan. Bu ham 8 oydan o'tgan. Bunga necha pul so'rayapsiz? 30 ga ham bor ekan masalan. Birinchi qoringa 8 oydan o'tgan ikkalasi. 30 million kami bor. 25 million savdosi bo'ldi. Nechinchi qoringa ekan bu? Ama agar ustadan ham qani? Damirjon, mazza yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kuzyapsizmi? Sekin qo'yishdi. Nechinchi qoring aka? Ikkinchi qoringda. Necha oylik? 7 oy. 7 oylik deyapti akamiz. Necha pul so'rayapsiz? Necha pul so'rayapsiz? 26 million deyapti. Kami bor. Ikkinchi qoringa 7 oylik bo'g'oz. Kim biladi, dadangizmi? So'raylar uni. 7 oydan o'tgan ekan. Necha pul so'rayapsiz? 26 o'ryapti. 26 million kami bor. Savdo qilyapti. Ikkinchi qorinmi, uchinchi qorinmi? Necha pul so'rayapti? 24 millionga bermadi. Bunisi necha pul ekan aka? Necha pul? 27 kami bor. Nechinchi qoringa? 3-chi qoringa. Uchinchi qoringa 27 million kami bor. Necha oylik? 8 oylik. 8 oylik deyapti. Yaxshi kelishgan bu. Telefon nomeri qo'yamizmi? Qo'yamiz. Ayting. 90'lik. 90'lik. 210 08 18 88 210 18 88 akamiz nomeri. Mabodo sotilmasa bugun 1-mart 2026-yil aloqaga chiqaverasizlar. Necha oylik dedingiz? 8 oylik. Men qarang. Bosar ketaman siz beraman. O'sha dadamlar yotibdi. Nechinchi qoring ekan? U bo'lmasa xursandchilik bor beraman. Yo'q, insof bilan olingan. Birinchi qorinmi? Birinchi qoringa. Necha oylik aka? Yo'q, men qarang. 6 marta to'raga to'la. Aka olaverasizmi? 50 ming o'tib, odamda aytgani bo'lmasin deb gap qilyapman men. O'tang, xayri bor ekan. Necha pulga bo'ldi baraka? Bitsin bo'ldi. 23 million. Necha oylik aka? 7 oylik 23 millionga baraka bo'ldi mana. Mol yaxshi. Birinchi qorin aka? Ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa 23 millionga baraka bo'ldi. 7 oylik aka. Aka bular. 7 oylik ikkalasi ham. 18. Nech puldan aytyapsiz? Bunisi birinchi qorin. Bunisi-chi? Ikkovi ham birinchi qorin. Ha, 25 milliondan kami bor ekan.
7 oylik, buni 8 oylik. Telefon nomeri qo'yamizmi? Ayting. 88lik. 215 45 07 45. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugun 1-mart. to'yga boryapti. 7 to'yga boryapti. Nechinchi qorin? Birinchisi. Birinchisi. Nech pul so'rayapsiz? 23 kam bor. 23 million kami bor deyapti akamiz mana. 20 millionga bergan yo'q mana. 7 to'ylik. 20 million bo'lsa oldim. Birinchi qorin 20 million so'rayapti. Egalari 23 million aytyapti. Tayyorini shvet. Bu nech pul ekan yerga o'tgan variant aka? Nech pul so'rayapsiz? Nechinchi qorin? Birinchi qorin 8 oylik. Yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 24, 8 oylik. Yerga o'tgan varianti yuvoshgina ekan lekin. Yo'lga qo'yib kelsa yoningizdagilar chiqolmayapti. Necha oylik og'a? Tayyor 5-10 kunligi bor. Tayyor 5 kunligi bor deyapti og'amiz. Tagini ko'ring. Nechinchi qoringa? Nechinchi qoringa? Birinchisi buzoqcha. Birinchisi. Kurash chiqargan yo'q. Nech pul so'rayapsiz? 25 deb emas kam. 25 million aytyapti, kami ko'p. Bor. Nech pul so'rashdi hozir? 21 qiling. 21 yarim. 21 million, 21,5 millionga bergan yo'q. O'ta yuvosh yanvar mana. Katta molam alaykum. Mana qarang. Shalom. Yelini hali soliydigan yana. Yana soladi yelini xudo xolasa. Zo'r. Necha oylik ekan aka? 4,5 oylik. Suti bormi? Chiqqanmi? Nechinchi qorin? Ikkinchisi. Nech pul so'rayapsiz? 21 million. 20 million 4,5 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qoringa. Necha oylik ekan aka? 7 to'yga boryapti. Birinchi qorin. Birinchi qorin. Nech pul so'rayapsiz? 21 kam bor. 21 million kami bor. Deyishyapti. Bermagangiz bo'ldimi aka? Endi bo'laveradi, zo'r. 21 million kami bor. Nechinchi qoringa? Nechinchi qoringa? 10 ajin aka. 10 ajin. Tuqqana bir marta. Yelinlari bor, bo'g'ozmi? Bo'g'ozlasa. Qisir. Nech pul so'rayapsiz? Yilin so'radi aka, bo'g'oz o'saga. Nech pul so'rayapsiz? 22. 22 million so'rashyapti. Kim bilan sutdan chiqqanmi yo qochib qo'yganmi tushunmay qoldik-da biz. Ammo yelini borda, uncha sutdan chiqqan bo'lsa kerak. Bermagangiz bo'ldimi? 19 million qilibdi bermabdi. Ha, bular ham tirikchilik. Nomer qo'yamizmi kanalga? Ayting nomerni. 97lik 335 4177 bozoringiz bersin.